mana pushkamizdan ko'ryapsizlarmi? Aylanib ketib qolmasin deb turba tiqib qo'yganmiz. Necha metrga otayotganini bitta o'lchab olamiz-mi? Qiziq ot shu joy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 aytganimda o'rtoqlar mana 25 metrga xullas otyapti. O'rtog'im bo'lsa mashinasini mo'yka qilish bilan xullas ovora. Tekin mo'yka qalay bo'lyapti? Yaxshimi? Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Shunaqa yomg'irlar sug'arish uchun kerak bo'lsa o'rtoqlar kelaverasizlar. Bu tegiga sug'aradimi deb ko'pchilik so'raydi. Hozir men sizlarga kakras quyoshda ham ko'rsatishga harakat qilyapman. Mana tegiga ham aslida suv tushyapti. Ham atroflariga ham suv tushyapti. Ko'rasizlar mana. Bir tekisgina xullas sug'arib ketyapti. Endi buni orqa tarafidan ham suv chiqadi, ko'rishingiz mumkin. Joyida telefondan o'chiramiz. Qarab turinglar, mana shu подтвердить bosishimiz bilan xullas bu avtomatik holatda o'zi yana o'chadi. Mana sekin kamayapti, suv ko'rasizlar. Sekin kamayib xullas o'chdi. Ana bo'lmasa. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Joyimizda Sergeli o'zgarishda joylashgan. Mana shu yo'ldan to'g'ri kelaveradigan bo'lsanglar, shuni chap qo'linglarda polietilen turbada yozib qo'yganmiz va bu eshigimizdan tagida Grip Doctor degan o'zini brendimiz bor o'rtoqlar. Shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Joniga sog' bo'lsin.